dugonajonlar, men ham sizlardan ortda qolib ketmaslik uchun Rabikilin pilososini buyurtma qildim. Dugonajonlar, sizlarni aldab nima qildim? Avvaliga men ham juda qimmat ekan deb juda ham olishga ancha ikkilanib qoldim. Lekin menga Rabikilin pilososini ishlatib ko'rsatishgandan keyin men ham unga juda qiziqib qoldim. Meni gilamlarim juda toza, bir kunda 2 mahal pilosos qilaman deb o'zim aldab yurgan ekanman. Menga yigitlar juda ham chiroyli qilib Rabikilin pilososi haqida juda chiroyli ma'lumotlar berishdi. Rabikilin pilososini nasatkasiga toza suvni qo'yasiz va knopkalarni bosib, svetni o'chirib, uyingizdan qanchalik changni tortayotganini ko'rasiz. Mana natija, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Toza oshxonamdagi gilamni 2 qarich joyini o'zim pilosos qildim va natijasi o'zingizga havola. Suvni layqalatib yubordi. Menga Rabikilin pilososi juda ham yoqdi. Havoni tozalab berishi, uyingizdan juda ham musaffo hidlarni keltirishi juda ham ma'qul bo'ldi. Avvaliga qimmat ekan, nima qilaman degan bo'lsam, endi 24 oyga bo'lib olishga Rabikilin pilososini sotib oldim. Dugonajonlar, sizga ham ma'qul bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga dugonajonlar deb yozib qo'ying.